Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Mana bugun sinfdoshimiz Sayfiddinni uyga keldik. Instagramda o'zining profili bor, usta Sayfiddin deb qo'ygan. Ajoyib ishlar qiladi. Hozir birga chaqirib ko'ramiz. Bu quruq kemari. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Oshna, charchamayapsizmi? Bizimsan bo'lyapti ishlar. Kelinglar. Bo'ldi, oshna kelamiz. Shuna bostirib kelgandim uyingga, ishlarini obzor qilgani. Mana bugun sinfdoshim Sayfiddinni ishlarini obzor qilib ko'rsataman sizlarga. Sayfiddin uyingga kelishimizdan maqsad sinfdoshlarimiz mebel ishlab chiqaradi juda ko'pchilik. Birin-ketin hammasini ishlarini obzor qilib ko'rsatmoqchimiz. O'zbekiston bo'yicha eng ko'p mebel ishlab chiqaradigan viloyat Andijon viloyati bo'ladi. Bu Andijon tumani, biz Oqyor mahallamiz, Mo'g'atayman juda ko'pchilik mebel bilan shug'ullanganmiz. Birinchi seni ishingdan boshlayapmiz. Hozir seni ishingni, mebellaringni ko'rsatib, obunachilarimizga narxlarni aytib, tanishtirib o'tamiz. Ko'rib turgan modellar nomi Istanbul. Udasht gulzor bog'lar birga o'tgan yillari. Qo'l bo'lishi minimalizm uslubida ishlangan. Komplektida 3 ta bo'lishi bor. İşimiz o'lchamlari 3.30 ga 2.30. Materiallari Moshi materialda ishlangan. Ko'rishingiz mumkin. Bu ishimizda sidinalari sifatli pampers prujina va 22 plot machalkalarda bo'lgan, o'ta sifatli. Sifatga ko'ra baho berishlar mumkin. Yuzlari gul, gulgulandon, ko'zlari jodulari, eski do'stlar. Joy keldi, narxi va nomeri. Ekranda ko'rsatilgan nomerlarga murojaat qilish orqali usta Sayfiddin bilan bog'lanishingiz mumkin. Videoda ostida o'zini Instagram profilini ham atmetga qilib qo'yaman. Instagramdan ham yozishingiz mumkin. Bu ishimiz sinchlangan holatda turibdi. O'zbekistonning istalgan hududiga yetkazib berish xizmati bor. Obunachilar mana Sayfiddin ishini ko'rsatdim. Biz bu bilan 1999-yildan 2008-yilgacha birga o'qiganmiz. 9 yillik sinfdoshim. Sayfiddin endi kim ishini obzor qilishimizni xohlaysan? Qaysi sinfdoshimizni? Dostonbek oshnamizni mebellarini obzor qilamiz. Yaxshi usta u ham. Obunachilar kutinglar, keyingi obzorimiz, u ham sinfdoshimiz, birga o'qiganmiz maktabda. Dostonbek Rizq mebel asoschisi, Rizq mebel bor, mebellarni obzor qilib beramiz.